soyasi kam joyiga, chunki hamma soyani har xil yeydi. Kimdirlar soya ko'p yeydi, kimdirlar kam yeydi. Xo'laysiz mana uksiz okajonim. Bugun bizda mehmon Abdulla akam, o'sha legendarniy shashlikchi akamizni ko'ksiga ishonmay ketdilar. Akam, bu ko'ksini ichmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Bitta ichib ko'ring. Tog'arasi bilan sizga. Ana xamiri ko'pidan. Inshaalloh, inshaalloh. Bitta cho'zingda aka, shuni tepaga cho'zingda. Uzilmaydi ko'rdingmi? Bizning xamirlar aka umuman. Uzilsa yomon bo'ladimi? Ya uzilsa xamiri unaqa zo'r yemagan bo'ladi yoki o'tib ketgan bo'ladi akajonim. Keyin ichib ko'radigan joyi. Ko'ksi qalay ekan aka? Lekin bo'lganiga ichib zo'rmayapti. Yo'q, Abdulla akam aytdimi aka? Men aytdim, Abdulla aka o'xshamagan bo'lsa o'xshamabdi, mana shuni to'g'rilaylar aytman. Bular ham misol uchun 2 yildan beri bozorda ishlaydilar, to'g'rimi aka? O'sha men ismini taniganda Abdulla akam bozorda ishlaydilar, men hali ham shu yerdalar. Eskitdan shu yerdalar. To'tga akam aka. Qaramaysinlar, narsa. Adashdim, greyf aka, sizga videoda ham aytaman aka. Aka siz qatlik edingiz? Qovunchimi? Yo'q, niximi qovunchimi? Bu yoqda yeyishsin. Qovunchilarga tavsiya qilasizmi ko'ksimiz aka? Bo'ldi, jigar. Qovunchilarga ham kelib yesin, ko'ksimizdan bir his qilishsin. Butun Yangiyo'lga. Butun Yangiyo'lga. Mashalloh, mashalloh. Bosadigan joyi, yeydigan joyimi? Bosing aka. Yoqimli ishtaqa. Bittasi sig'da aynan. Ketadi-yu, jigar. Ketadi.